Hozir unga qo'ng'iroq qilaman. O'z quloqlaringiz bilan eshitasiz. Siz qo'ng'iroq qilgan raqam bilan vaqtinchalik aloqa yo'q. Nima, telefonga to'lashga puling ham yo'qmi? Jishi, qanday qilib bunday odamga turmushga chiqqaningga hayronman. U shunchaki o'zini g'ururli ko'rsatyapti. Ma'lum-ku, jayanchangda puli yo'q. Uning oylik xarajati atigi 800 yuan bo'lsa kerak. Qanday yordam bera olardi? Axir bu kundagi ravshan. Shan xonim, telefon o'chirilganini bilasiz. Va'dalab o'zingizni bilmaslikka olyapsizmi? Tomosha umuman o'xshamadi. Umuman. Unday emas. Jancheng tog'larda sabzavot yetishtirish bilan shug'ullanadi. Pul topishga harakat qiladi. U siz aytgandek bekorchi emas. Sabzavotmi? Jishi, bunday odamga turmushga chiqish katta fojia. Bekor hayotingni bulg'ading. Bu bizning ishimiz. Siz bu haqda aslo tashvishlanmang. Pul masalasiga kelsak, o'zim topaman. Tez orada mukofot pulini olaman. Allo, boshliq. O'tgan oyga mukofotim nima bo'ldi? Jishin, klinikamiz holatini bilasan-u, moliyaviy tomondan hozir qiyin ahvoldamiz. Sening ishingni keyinroq ko'rib chiqaman. Boshliq.